Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, Umr.uz kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Kanalimizga yangi kirgan bo'lsanglar, bittadan like deb bosib, kanalga podpiska qilib qo'yinglar. Hozir biz sizlarga 2026-yildagi haj mavsumidan keyingi umra ziyorati haqida batafsil ma'lumotlarni Xotamjon qora akamiz bilan qisqacha intervyularda qilib beramiz. Assalomu alaykum qora aka, salomatmisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi, yaxshi rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar va bizni kuzatib turuvchi barcha yurtdoshlar. Hurmatli obunachilar, hozir biz umra ziyorati haqida qisqacha va to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yaxshilab o'rnashib olinglar. Qora aka, yangi ma'lumotlarni berib o'tsangiz, yangi yil, yangi sezonga umra ziyoratlari necha pul bo'lyapti va qayerlardan bor, sharoitlari qanaqa bo'ladi? Bir chekkadan boshlab ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, avvalambor yangi mavsumimiz barchalarga muborak bo'lsin. Inshaalloh mana tez kunlarda safarimiz boshlanadi. Hozirgi kunda qabullarimiz ochilgan. Ya'ni 6-iyundan birinchi uchish sanasi boshlanadi biz uchun. 6-iyundan birinchi reys boshlanadi. Reys qayerdan bo'ladi? Toshkentdan Primoy Jidda shahriga. Necha soat uchiladi samolyot? Xo'p, taxminan 8 soat uchiladi. 8 soat uchiladi. Hurmatli obunachilar, Eronda urush tugamaganning hisobiga, Eron havo yo'llari ochilmaganning hisobiga Turkiyaning Trabzon shahriga qo'nib samolyot kerosin quyib olib o'tib ketadi. Ko'pchilik aytar ekan, perisadka der ekan. Shunga siz nima deysiz? Bu perisadka emas, chunki samolyotdan tushilmaydi. O'sha samolyot agar unda xolasa inshaalloh shartnomamiz katta samolyot bilan bo'lsa, Trabzonga ham qo'nishga hojat qolmaydi inshaalloh. Aylanib o'tib ketaveradi. Aylanib o'tib ketaveradi. Hurmatli obunachilar, pastda raqamlarni qoldiramiz. Ishonchli, litsenziyalangan va qonuniy firmadan umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsanglar, mana Hikmat Travel'da hammaga tavsiya qilamiz. 14 ta firmaning ichida litsenziyasi bor. Andijon dilerligi Hikmat Travel ota-ona paketidan umra ziyoratiga borishinglarda paketlar haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz qora aka. Xo'p, hozirgi kunda bizda ikki xil paketimiz bor. Birinchisi standart, ikkinchisi maxsus ota-ona paketi. Maxsus ota-ona paketi. Narxlari qanaqa bo'ladi va afzalliklari qanaqa buni? Xo'p, standart paketimiz 1100 dan boshlanadi. Maxsus ota-ona paketimiz $1250 bo'ladi. $1250 maxsus ota-ona paketi. Shu o'rinda standart 1100. Shu o'rinda bir muhim narsani aytib o'tishim o'zimga lozim deb bildim. Ko'p insonlar aytayaptiki, arzonlari ham bor, nimaga arzon qilmayapsizlar, deyapti. Shu o'rinda endi ko'pchilik bizni taniganligi uchun aynan shu Umr.uzda ko'p kuzatuvchilari ham avval borgan, ko'pchiligi biladi. Standart va ekonom maxsus paketlarda juda katta farqi bo'ladi. Ya'ni arzonini masalan biz ham qildik, undan oldingi sezonlarda qilib ko'rdik, qildik, odamlarga biroz norozichilik tug'dirdi. Juda ko'p odam norozi bo'ldi. $695 dan umra ziyoratiga odamlarni jo'natdik, hurmatli obunachilar. Gastitsa uzoq bo'lib qoldi deb juda ko'pchilik norozi bo'ldi. 14 kunda emas, 12 kunda qaytdi deb juda ko'pchilik norozi bo'ldi. Chunki ekonom deganda qaranglar obunachilar, har bitta narsadan ekonom qilingan. Produktlardan ekonom qilingan, mahsulotlarda o'sha puliga yarasha solingan, gastitsadan ekonom qilingan, gastitsa ham uzoqroqda bo'ladi. Men borib umra qilsam bo'ldi, u yoq qiziq emas menga deydigan odam bo'lsa, yoki yonimda pul bor, ovqatimni ko'cha-ko'ydan qilib yuraveraman deydigan odam bo'lsa, ekonom paketdan ketgani yaxshi. Agar oldin borgan bo'lsa, o'zi bilsa yaxshi. Aytaylik, unaqa odamga ham qiyinchilik tug'dirib qo'yadi menimcha ekonom paket. Chunki taksida qatnaverganda ham o'zingiz o'ylang, avtobus masalan 1 soat, 2 soatda bir kelganda ham примерно 1 soatda kelganda ham ancha kutib qoladi-da, oxiri optoqda turaverib odam nima qiladi? Taksi chaqiradi. Taksi chaqirsa 20 riyolga boradimi haramga, 20 riyolgani qaytadimi? 40 riyol bo'ladi. 40 riyol o'zbek puliga примерно 200 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Shunday bo'ladi. Bitta borib kelish shunaqa bo'lsa. Shunaqa noqulayliklar bo'lganligi uchun biz ekonomda tanlamadik, eng pasti standartdan boshladik. Bu standart paketimizdagi gastitsamiz ham Madina Munavvarada 300 metr bo'ladi. Bemalol 5 minutda piyoda yeta oladi. Necha yulduzli? 5 yulduzli gastitsa. 5 yulduzli. Divonul Hijra degan. Divonul Hijra degan gastitsa Albek yonidagi demak. Albatta shunday. Baqiy qabristonining yonida joylashgan hurmatli obunachilar, Divonul Hijra gastitsasi agar niyat qilganlar bo'lsa, 5 yulduzli gastitsa bor, xudo xolasa mana bemalol ovqatlari o'zimiz o'zbek milliy taomlari, marg'ilonli pavrlar xudo xolasa xizmatinglarda. Makkada qanaqa bo'ladi gastitsa? Eng qizig'i Makkada bo'ladi o'zi. Albatta, Makkadagi gastitsamiz Samal Misk bo'ladi. Misk bo'ladi. Albatta, gastitsa 800 metr haram hududidan tashqarida. Ya'ni 800 metr bilan bemalol haram hududiga. Haram hududidan 800 metr uzoqda. Stankadan hisoblaganda ham stankadan hisoblanadi. Albatta, stankadan hisoblanadi. Stankadan hisoblaganlarda 800 metr, agar kafilgacha hisoblasanglar 1 kilometrcha chiqadi. Ya'ni o'sha ko'pchilik borgan hozirgi kunda, borganlar biladi. Jannatul Muallo qabristoni bor Makka mukarramada. Jim masjidi tomonda, Jumayza ko'chada. Jim masjididan kelgan
o'sha qabristonning mashhurligi Hadicha onamiz borligi uchun o'sha Jannatul Muallo qabristoni juda mashhur. O'sha qabristonda ro'parasidagi gостиница. Jannatul Mualloq degan menimcha jannat maqomi berilgan qabriston degan bo'lsa kerak, adashmasam. Hurmatli obunachilar, agar niyat qilganlar bo'lsa, Xudo xolasa Xotamjon Qor akamiz maxsus paketlarni har 10 kunda bir qo'ydi. 10, 20, 30-kuni inshaalloh ketadigan ziyoratchilarni o'zi qaraydi, hamma gruppaga o'zi xizmat ko'rsatadi. Hurmatli obunachilar, niyat qilganlar bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlarni operatorlardan olib, Xotamjon Qor reyslariga o'zingizlarni bemalol band qilsanglar bo'ladi. Yoki ota-onalarni jo'natsanglar ham bo'ladi, albatta. Niyat qilib qo'yib 2025-yilda ulgurmay qolganlar bo'lsa, o'tgan sezonda ko'pchilik ulgurmadi, sababi urush boshlanib qoldi, umra yopilib qoldi o'rtada. Umra ochilgandan keyin ham perisadka bo'ldi, reyslar surildi, oxiri eng oxirgi reys ham Samarqandga ko'chdi. Samarqandda ham uchmasdan Toshkentga ko'chdi. Toshkentga hamma odam kelib, o'sha samolyotga o'tiraman deb, endi registratsiya boshlanadi deganda, o'sha yana urushdi hisobidan xullas hamma reys to'xtatildi, hamma odam noumid uyga qaytib ketdi. Endi Xudo xolasa yangi sezon ochildi. Ko'pchilik niyat qilib yeta olmay qolgan bo'lsa, muhabbati borlar uchun mana birinchi reyslar sizlar uchun 5-iyun sanasidan standart paketlar qo'yilgan. 10, 20, 30-iyun sanasiga Xotamjon Qor akamizni maxsus paketlari inshaalloh xizmatinglarda. Iyun, iyul, avgust, sentyabr oylariga maxsus paketga o'zingizlar joylarni bemalol band qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa har 10 kunda bir aniq ota-ona paketi xizmatinglarda bo'ladi. Inshaalloh. Eng kami 30 tadan bo'lsa ham olib ketaverasiz, ha? Shunday. Eng kami 30 tadan bo'lsa ham hurmatli obunachilar, Xotamjon Qor akamiz olib ketaveradi. Bemalol albatta niyat qilganlar bo'lsa, pastdagi raqamdan buni qilsanglar bo'ladi. Endi o'ylashinglar mumkin, standart paket nima farqi bor, ota-ona paketi nima farqi bor, Xotamjon Qor o'zi ketgani uchun ota-ona paketi olib qo'yaptimi deb o'ylashinglar mumkin. Endi buni farqini Qor akam o'zi tushuntirib beradi. Xo'p, albatta buni juda nihoyatda katta farqi bor. Ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun yana bir qator aytib o'tamiz. Madina Munavvarani o'zida standart paketimizda 3 ta joyga ziyoratga boradigan bo'lsak, ota-ona paketida taxminan 10 ta bo'ladi. 10 ga yaqin ziyorat bor demak. Makkada qancha 10 ta? Makkada 10 ta bo'lsa. Makka Mukarramada masalan 2 ta joy asosiy, masalan Arafotga chiqishlik bilan Qizil dengizga borishlik bilan o'zi yakunlanib 2 ta hisoblansa, unda 2 baravar nisbatan ko'proq bo'ladi. 4 ta bo'ladi. 4 ta bo'ladi. Endi bu 4 tani ichida har bittasini ichida 4 ta 5 tadan ziyorat qilinadigan joylar bo'ladi. O'sha shunda nechta bo'ladi? O'sha hisobida o'zi odatda standartda 10 ta joyda ziyorat yoziladigan bo'lsa, bunda 20 dan ortiq ziyoratgoh bo'ladi. 20 tadan ortiq ziyoratlar bor. Hurmatli obunachilar, niyat qilganlar bo'lsa bemalol pastda raqamlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ota-ona paketida umra ziyoratiga boradigan ziyoratchilarimizga nimalarni va'da qila olasiz? Xo'p, albatta ularga birinchilikda chiroyli ibodat, malakalik 50 boshi, va o'sha qilingan ibodatdan ko'ngli to'lishliklarini. Albatta. Qor aka, hamma ziyoratni agar imkoni bo'lsa, o'zingiz sanab bersangiz. Xo'p, ziyoratlar nihoyatda ko'p. Sanaydigan bo'lsak, vaqtimiz ham, videomiz ham cho'zilib ketadi. Eng asosiylarini aytib o'ting. Eng asosiylari misol uchun Toyif shahriga borganda, Toyif shahriga boriladi. Toyif shahriga borib, o'sha qilinadigan ziyoratlar bor, masjidlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda yurgan yo'llari, ko'chalari bor. O'sha joylarda o'zlari ko'zlari bilan ko'rib, o'sha joyning tarixlarini o'sha joyda o'zida eshitishlik. Chunki Madina Munavvarada ham o'sha nihoyatda tarixiy obidalar nihoyatda ko'p. O'shalarda o'zlari ziyorat qilib, o'zbekcha tarzda eshitishlik. Ha, o'zbekchaligi kinolar qo'yib berishadi. Makkaning yaralish tarixidan boshlab hozirgi kunga yetib kelguncha insoniyatni yaralishidan, insoniyatni yaralishidan insoniyatni tugashiga davr. Hammasini qisqacha video qilingan. Video qilib, videolari ko'zlari bilan ko'rib kelishadi inshaalloh. Hozir Qor aka 20 ga yaqin joy deyapsiz. Endi men ham o'zim bilgancha sanasam, Pondi Toyif shahri kiradi. Al-Salam restoranlariga olib kirasiz. As-Safiya parkiga olib kirasiz. Shunday. Madinadagi park bor-ku. Bu yerga kiriladi. Albatta. Undan tashqari yana Makka Mukarramada Nur tog'i va Qur'on muzeyi, undan tashqari Toyif shahri, atir zavodi hammasi kirgan. Vaholanki u joyga borib, yonidan pul sarflab bitta joyga borib ziyorat qilaman deyishga hojat qolmaydi. Yonidan nimalarga rasxod qiladi? Yonidan qilmoqchi bo'lgan rasxodini aytaman men. Misol uchun kimdir otasiga, kimdir onasiga umra badal qilaman deydi. O'sha narsani kirgizmaganman. Buni sababini kirgizmaganligim sababini
har doim o'sha Makka Mukarramaga borgan guruhimizga nimaga shuni aynan bo'lmasam arzimagan narsaga borib keladi. Nimaga shuni kirgizmaganligimni hamma gruppaga aytganman. Inshaalloh bundan keyin ham aytaman. Albatta. Hurmatli obunachilar, ishonchli litsenziyalangan qonuniy firmadan umraga bormoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa hammaga mana Hikmat Travel'da tavsiya qilaman. Ko'rib turganingizdek qonuniy mana litsenziyalariga ega bemalol pastdagi raqamdan o'zingizlarning joylarni band qilsanglar bo'ladi. Agar qonuniy firma qidirib, ishonchli firma qidirayotganlar bo'lsa, bemalol shu Hikmat Travel desanglar Google'ga ofitsialniy qonuniy litsenziya kelib chiqadi. 14 ta firmaning ichida bor. Pastdagi raqamga bir donagina Zagram pasportingizni rasmga olib tashlab berib, o'zingizlar joylarni bemalol band qilsanglar bo'ladi. Xotirjam qolur reyslari xudo xolasa aytib o'tganimdek 10, 20, 30 sanaga sizlarni kutmoqda. Niyat qilganlar bittagina Zagram bilan o'zingizlar joylarni band qilib qo'ysanglar, xudo xolasa reyslar to'lib qolishlik ehtimoli bor. Hozir odam ko'pligini hisobiga hurmatli obunachilar, reys to'lib qolishi mumkin. Pastdagi raqamga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni Xotam akamiz o'zi yoki operatorlari berib o'tadi. Obunachilarimizga gapingiz bormi, Qora aka? Inshaalloh tez kunda, ya'ni 10-iyun kuni birinchi uchish sanasimizda birgalikda ketishni barchalarga nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Xayr hammaga.